Assalomu alaykum. Bugun o'choqda takoy sochni ovqat qilamiz. Go'linni marinovkasiga tuz, qizil priprava, garchitsa, mayonez, balzamitskiy sous qo'shib yaxshilab aralashtiramiz. 1 soat turishi kerak. O'choqni yoqib, endi yog' qo'yamiz va kartoshkalarimizni qovurib olamiz. Qizarib chiqqandan keyin sekin chetga olib qo'yamiz. Endi navbat go'linchalarga. Ularni ham zolotistый bo'lguncha qovurib olamiz. Go'lindan keyin piyozni sovordim. Yog'ga pripravalar chiqib qoraytirgan ekan. Endi perits sovordim, baqlajonni, pomidorni solib bitta shunda nomiga aralashtirdim. Endi kapustalarni sovorib, buni ham bitta aylantirib oldim. Endi navbat go'linchalarga, keyin kartoshkamizga tuz sepib, priprava sepamiz. Bitta yana aylantirib olamiz. Bitta golovka chesnochok soldim, zelen soldim, ukrop, kashnis solaman. Xohishga ko'ra nima solsanglar ham farqi yo'q. Endi atrofiga chiroyli qilib jo'xorini terib 1 litr suv quydim men. 1,5 soatga dimlab qo'yamiz. Mana ovqatimiz ham tayyor bo'ldi. Buni suviga buxankalarni botirib yeyish qanaqa mazza. O'choqda qilingan ovqat baribir boshqacha. Uydagilarga ham tayyorlab bersanglar duo qilib yeyishadi.